Muqam altın, muqam gövher onun sizgilerim yansan. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Muqam köklem onun billeni külerimiz. Vay Leyliler. Erkek baklarının gücü. Ha, kınalı göçününle. Muqam gelse. Erkek baklarının gücü. Tamam, dostum çok sebepler. Kuraklaydı. Bekle. Onga. Enes altın bu yaken bir tamam Vesip de itillıkni Uygur nakşesi yanrap Vay Uygur nakşesi yanrap Balam, muqam moğluq mıken? Moğlukken. Ben qaysi muqamda aytdim? Bilmedim. Sizce? Muqam aytishni bildiğansiz? Bilmeymen. Sizce? Bilmeymen. Ah, Xudo. Ko'nglim to'limi yerim bo'lyapti. Muqamchi birodar, ko'ngillarni hargiz yerim qilmasizlar. Bu yerlik san'atkor Mahmud 10-chi bo'lib ketgandan beri sizidek muqamni bundoq mo'ngluq aytadigan odamni ko'rmagan turq. Mahmud? Sizlar o Mahmud 10-chini taninglar. Tanıyman. O hozir nerede turdi? O yerda. Zarafshon bo'yida. Tag'a, rahmat sizlarga. Arzimaydi. Bolarim. Mana. Rahmat tog'a. Buni ila. Rahmat tog'a. Xo'shamsa. Xo'sh. Xo'shamsa. Xayr, xo'sh. Yo'l bo'lsin. Yürünglar, biz uyimiz gidelim. Yürünglar. Şümengu! İmam Mehmetcan! İmam Mehmetcan! Yürünglar balam, kırıktan teşrif et, yürünglar. Güliren ağazı boy Lani sallağa ayaksi Güliren Mahmud akam öyde bağ mı? Ben Kadinaz dostu Ömer bulumen. Siz? Tağa, özleri dadamını izlep keldim ha? Ha. Kürsle. Rahmet sizlarga kızım. Kızım, bayqı muqamni özleri aytılma. Tağa, dadam öyde yo'qdi. Sizlar o'yladi o'tda ağaç. Aram etdingizlar.
kesler. Köpü kesler. Ah. Amin. Allahu Ekber. Assalamu alaikum. Mahmud aka, meni tanılı mı? Oy. Sili ordu sazendisi Hazreti Ömer Akun'u. Ha, ben. Obdan tulluma. Allah burun ordadan haydandık. Şundak mı? Çay içkeş oltasla. Moş çöllükte bana hamra kılıp amanlı sakandaki bir perzent bəgin üçün Xudağa min şükür deymen. Çay içle. Ben şundan buyan gazel okumaydıgan boldum. Lekin hünürümün hemmisini olmak kızımga ögettim. Kızlarım muqamni şundak moğluk eydirdiken. Şundak. Xudanın iltifatı bilen kızım hazır menden işip gitti. Əfski onun rahmetlik annesi hay mağdutligimni kızımның köngli yerim boladigan gapni dep qo'yibdi men emasmi? Ömer Axunovga özlerini bu yerga Allah yetkizdi. Mening sizga deydigan bir talabim batdi. Her qandaq talaplar bolsa, bana tartınmay davasla Mahmud aka. Amanı saqan, yeliq narsani olib chiqqin. Ömer Axunovga muqamimiz uchun, qizimning kelgusi istiqboli uchun uni shogirdlikka qabul qilg'ayli. Muhaqqaqallar bo'lmadi. Bunchalik kayfiyatning nima ajiti? Sizning qizlari mening qizim emasmi? Qani quloq solinglar, bolalarım. Sizlar she'r misralar orqali do'stinglarni madihlab beqinglar. Badamxon. Tam barangliq hoylada içilipti qizil gül. Aşı gülning ustida xandan urar sho'x bulbul. Gül shoxida desak, teximi bobkanmandu. O'tiring. Siz Ko'zi buloqdek
qish qiyoqdek, chochlari sumbul, hamma bo'lg'ayki angamatdun. Yaxshi. Rahmat, siz. O kim? O bizning faxrimiz. San'at va fazilat babida kamolatga yetgan Aman Saxondir. Teşekkür dostlarım. Meni maqtab uchirvatdinglar. Menga aql farosat bergan ustozimga. Meni beqib cho'ng qilgan ota-onamga hashqallah. Ko'z açtım bu dunyoga, tağdan nur tökülgende. Qumluqlar büşk boldi, yulduzlarmı hem kökte. Kalbimden quyosh balqib, chaqnaydi sahar payti. Ah, can dada senin mehrin, fontandek tökülgeçke. Badamxon, to'ylan bir yangi qayda kechib ketsin. Ma'qul. Yana bir soat qoldi. Aman Saxon, qara, av nimdi. Berib qarab baqayli. Maralken. Yaralanıptı. Assalomu alaykum qizlar. Bir maral qichib kelib, qo'ydirg'larni orsiga kirib oldimi? Voy tangay, biz bu yerda maral ko'rmadik. Qizchaq, yo'shirvog'iningiz bir o'maq qo'zchaq-ku deyman. Ko'rib baqsaq bo'lamdikin. Yo'q. Ko'rsatmayman. Ketaylik. Bu merhum hanımızın şirketidir.
Assalom Amanisa xon. Va alaykum assalom Badam xon. Nereden geldi ki lan? Kimlerdi o? Hoş, mehmonlar. Fikirlerini nereden sorayım ekin? Assalomu alaykum taqa. Biz o'chdiq. Maralni qo'g'lab yurib yo'ldan ezib qoldik. Ezib qoldik? Yo'q, tag'a. Biz mo'ngluq bir g'azalning jalb qilishi bilan bu yerga kelib qoldik. Shundoq. Mondaq danglar. O g'azal o'qigan dal mening qizim bo'ladi. Ha, biz tanishib qolaylik. Mening etim Mahmud. Taqlar meni Mahmud o'pinchi deb chaqirishdi. Taqa, biz ustab ketdik. Uylari kirib usullik ichib olsak bo'lamdikin. Albatta bo'ladi. Sizlardek aziz mehmonlar g'aribxonamga qadam tashirib qilsa, beshim ko'kka yetirdi. Beni marhamat. Aziz mehmonlar, oilimizdan namratchilik chiqib bo'lsa-mu, aybga buyurmay, kang kushada o'ltirishinglar. Rahmat taqa, o'zlari mehmon do'st kellar. Mehmon do'st kellar. Ha, qani, o'ltirsizlar, o'ltirsizlar. Amin. Xudo tansa xotirjamlikni bersin. Allohu akbar. Sev turiblar taqa, o'ltirsizlar. Mehmon kelsa, uyning barkit bo'ladi degan gap bor. Amanisa xon, mehmon keldi. O'tirsizlar, o'tirsizlar. Dada. Ha. Bo'ldi. Jigit, choy iching. Ha? Sizlar mening sozlarimga qiziqib qoldinglar-ku deyman. Rahmat sizlarga. Tag'a, bu sozlarni sizlar setib olganmi? Nima? Setib olganmi demsiz? Yo'q. Jigit, qarang, boshqa joydan mushundaq eslar olibni setib olgani bo'lamdi. Kechirsizlar tag'a. Bilmay so'rab sapdimi? Bu haqiqatanmi esil ravobgan? Shundaq. Aziz mehmonlar, tatinmay, choy ichgach o'ltirsizlar. Rostini aytsam, men bu ravobni qizimga o'z qo'lim bilan yasab bergandim. Hurmatli tag'a. Yuksak fazilatli qizlari mushundaq esil soz bilan mo'ngluq muqomdan bir apada o'g'irlab bergan bo'lsa bo'pti ekan. Mehmonning talabini
hargizmi rad qilmaymiz. Qayni qizim, mehmonlarga bir apada sat ochib bergin. Oh, ish nereden geldi bu? Ustazım Ömer, köngül tatmagan çağda kalbini ızar kıldıgan bu sazlını kolga almang degen. Eğer Han aliler talep kılsıçı. Han aliler biye kemeydi. Navada dadınız degen bolsuçu. قبل قلبي استخلت حقلني تجاسيني Merhum hanımızın medirediğin gazelken ko. Hakikatim adaletli ulug' hemdar niyatlar Nefise tanışlarla kılıp bu pencegasini Nefis degen kimdi o? Nafis. Dağa, merhum Han alilerini medeligen Nafis kim boladı ki? Aha. Nafis, kızımның tahallusi. Kızım qandaqmı başqalarının şiirini okusun. Nafis. Tağa, hürmetli Nefis hanım, hazırının özüdüla bizge bir akoblet şiiriyiz bir elemi. Jigit, bu nem degeniniz? Bir o'tinchining qizi she'r yoza olamdi deb, uni ko'zga ilmayapsiz. Yo'q, tağa, xop bo'lmaslar. Aslida u undaq demoqchi emas. Shundoq. Dada. Ko'rib beqing Jigit. Hecep kıldı bu bendi meni mesxere. Tiken bolup sancıldı pak kalbimge.
Tağa, bizni kechirsizlar. Ortiqcha gumonlanibdik. Kerak yo'q. Yigitlar, boya men sizlarning talabinglarni to'liq o'rladim. Endi sizlarning ikkinglardan biringlar bizga biror pad solib bermasanglar bo'lmaydi-ku deyman, ha? Beja keltiramiz. Ömrahon, uni tarbiyalab yetishtirganlarga rahmat. Amon Musoxonning qo'liga hatto farishtani to'qib berolmagan. Yaqindan buyon xon oliylarining ko'ngli perişan. Xon oliylari bilan shikarga chiqqanda nalarga bordinglar? Nima ishlar bilan shug'ullandinglar? Hurmatli xonish, xon oliylari asosan o'g'lidi, 50 için arlidi. Yanichi chiqib ketinglar. Qani ayting. Yana sahrodagi mashrablarga daxil bo'ldik. Yana Almisoqdan tortib bunda qoida yo'q. Agar ashu o'tinchining qizi o'rdiga kirsa, u chaqda yakan xalqning shon-u shavkatiga muxolif ish bo'ladi. Ajiba avom xalqning qizlari o'rdiga kirsa, bo'lmamdikan? Qadirxon vazirining aytganlari rost. Meningcha xon oliylari Amonisaxonni husn jamolidan deb emas. Mo'ymi u fazilat ham qobiliyatda kamolat ketganligi uchun
orduga et girmekçi bolatıdı. Qandaqlı bolmasın? Şanu şevketlik yeken haqani addi bir puhranın kızığı öylense xanlığımızның namıga yaxşı emas. Onun üstüge ölüm ala içidimu gulu peyda boludu. Xan alileri keldi. Oldu bes. Bu nikah işi qayta gulgulu kılınsın. Fermanım boyunca becerilsin. Endi boldu kızlar. Dadlarını ayab, onun kolunu yerim kılmışlar. Gipimni anlaslar. Mahmud aka, han alileri amanı sakinimni ortada g'iripsinib kalmasın deb, özlerini ordaga birli kelsin debdi. Şuna biz bilen billa ordaga bağan bolsular. Rahmet kızım. Ben Zahrağı könüp kalkın. Orduğu könemeyim. Ah Huda, bugün ben neyim oldum? Bugün aslında hoşal oluşum gerek idi. Neyim için yaş dökümen? Ömür ağım, han ailelerine salımımını yetkizip koysular. Şagirtlerinin halinden obdan bir haber alalım. Bu mu xuddi öz kızlarına okşaş. Mubada o orada zerikip qaqdek bolsa tarqılıp ketken muqamlarımızını yığıp rətlişige yardım qılalı. Mahmud aka, hatırcam bolsa. Amin. Amin. Xuda kızımı öz panahında saklap onun bəxtini bəgəysən. Allahu Ekber. Şundaq bolsun kızım. Hürmetli Melikem. Emdi mağın.
Malik Amanlı sahinim orduga qadam tashrif qildi. 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 Amin. Yaratgan egem. Periştede kızımni öz panahingda saklahaysan. Xan alileri, baxtdan barkat o'zlariga yor bo'lg'ay. Rahmat sizlarga, aytganlaridek bo'lsin. Mahmud akam xan alilerga rahmetini bildirib, orduga kelenmaydiganligi uchun o'zir xoliq aytdi. Bu gapni u bundan keyinmi orduga kelanmaydi ekanda. Malik Aman'ın sahinim kichigidin tortibla dadasidan ayrilib boqmagan. Assalomu alaykum. Hurmatli janobi vazir azam. O'zlarining bundoq sog'lom tug'anliklarini ko'rib, intayin xursand bo'ldim. Rahmat. O'zlarining qaytadan orduga kirib, xon olilarining xizmatida bo'lganlarni muboraklayman. Mana endi orduda san'at go'hrimiz bo'lgan muqam kuylarini yana anglaydi ekanmizda. Deganlar kelsin, hurmatli Qidirxa ustoz. Shu maqsad uchun tirishman. Qaranglar. U ayni yili ordudan qo'g'langan hilqi sozandi. U nima deb yana kelgandi? O'ttonchi. Sozandi degan nimalar? Bugungi kunda orduning aziz mehmonlarga aylanib kelyapti-da. Qiziq ish. Xudo.
Pərişdidək qızımni öz panayında saxlaxaysan. Məlikəm, bayqı dastanını şundaq moğluq etdiniz. Dadınız bilen yurtunuzun seyğinğan oxşmamsız. Oradağı kirgenizge bir qancha yıl op qaldı. Yurtunuzga berip tuqqanlaringizni yo'qlab kelsangiz bo'ladi. Yo'l yiroq. Onun üstüge ailelerden ayrılgım yok. Mening muğu sizden birden ayrılgım yok. Siz müzik bilen muqamga to'liq herismankansiz. Ben talabingizga qo'shilib, yakan xonlig'imizda muqamni yig'ib biratlashingizni qo'llayman. Rahmet alilerine. Halayık! Yerken Hakan'ı şunu cakalaydı ki, bugünden başlap xonliqimiz teveside muqam yığılıp retlinidu. Fuqralarning orasida so'zilib muqam italaydiganlar sizden orduga kirib mahoratini ko'rsatsin. Xanish aliler geldi. Merhamet. Çayğı basla. Melikem, japa çekivatsız.
her kuni avam xalqlar bilan uchrashib turayotganingizni ko'rib, ham nasabingizni o'ylab, xotirjam bo'lolmay, sizdan ansirab turayotman. Kuyinganlarga rahmat. Ham yana butkul el yurtni qo'zg'ab, muqam haqida jar silinsa, Dana xan aliylarning sha'nu shavkatiga nuqson yetib qolishidan ansirab turayotman. Malika singlim, siz ichimizda hammadan aqlliq, eng ziyrak. Bizdek xonishlarning nemani qilib, nemani qilmasligimiz kerakligini obdan bilasiz. O'ltiring. Anglasam, muqam yiqili sahralarga o'zingiz baxtidaksiz. Amanisa xan alilari sizning o'rnidan chiqib, xalq orasiga birishtirib qo'shilib obdan qildi. Buning uchun xan alilariga ko'p rahmat aytsak bo'ladi. Uzundan buyanqa arzuyim shu edi. Biroq ustoz, bu menga rost emasdek tuyulyotdi. Yo'q qizim, bundoq o'ylamaslar. Buning hammasi rost ish. Hürmetli Kadir Tağa, biz sizin mukamlarını ağlıqıl kelgen toq. Bir pədi çəppəygen bolsula, köp xursən bolatıq. Hoş mimarlar, çay içkəş oturursunlar. Rahmet.
mehmonlar hargiz ko'ngillariga elishmislar. Bilishamliki, Qadraxonning yuragi dak to'shib ketgan emasmi? Bir ömür esret çekip buldum garibin asiyevan. Yadek igildi kametin, igildi kametin, yamanға yar buldu zaman. Yamanға yar buldu zaman, el aman dostlar aman. Мәликем, жапа çektiniz. Rahmet Hanaliler. Sizlarga chin dilimdan rahmat aytaman. Xon oliylari. Agar sizlar qo'llamagan bo'lsalar, mening yaqinlik muqamlarimizni yig'ib ratlab chiqarishim mumkin emas edi. Afsuski, yana yermi qap qoldi. Muqam Uyg'ur muzikasining tugimas xazinasi. Shunchalik utuq bilan qaytqaningizning o'zi cho'ng bir ish. Yaqında qo'shni ellarning sozandalari xonlig'imizga kelmoqchi bo'lib o'tibdi. Buyuk Ming xonadonligining elchisimi yakan xonlig'imizga kelib, davlatimizning gullab yashnayotganligini namoyon qilmoqchi bo'pti. Men o'rtada muqam bazmisi o'tkazib, mehmonlarni kutib olmoqchi bo'lyapman.
Hürmetlik han alileri, Melik Hanım, Büyük Mün Handallığının elçisi Möhterem Cubegim, Hoşna ellerden kelgen sazende ustazlar, hem handallığımızın vazir azamları, tövende yıkımlık mukam köyleri silahını bəxt içinde şadlıkka çömbüldürdü. Cahanda tapkınlar ımsallıyor gitsin Canım ağlıklı Hani alıcın eyle kılıp bu can Uçurup, köz taşlap, şırdak, kigiz üstüde. Marcan böki astıdım, ahtı terleri şu demde. Kıkrap hem tez oynar, yakınlık bu nəğmege. Belge koysa kolunu oğak ayğa okşağa.
Yeni degan nafis usul. Han alileri, Malik Xina, Pekir'nin közünü içip koyğunlarga köp rahmet. Bilmedim. Bu muqam kimning ijodi ekan? Muqam davlatimizning san'at boyligi. Hamma odam uning ijodkori. Dar haqiqat naqshi usul makanik. Men anlagan bu yaqinlik kuylarni ulug' xonimizga, xonadonligimizning puhralariga yetkizimi. Otonchining qizi bilan Ömer degan yalan to'shning oldida meni bir chetga qayirib qo'yib, xo'rliqqa qoldirdi. Xonishtirib bundaq ahonatga chidab tura olaymanmi? Deganlari barhaq xonish oliylari. Ben sir toplan ko'tarayotgan mushu paytda hammamiz doita endişeli qilyapmiz. Amisi darhol Xo'ja Muhammad Eshonga aytdimmi? Xonadonligimizning obro'yini qayta to'kmaslik uchun u xon oliylarga vaqtida nasihat qilsin. Xonimiz hozir o'tinchining qiziga baptim bo'lib ketdi. Xon silini davlatda olg'ib turayotgan paytda xonadonimizning obro'yini saqlab qilish haqida xonga nasihat qilib qo'ysin deydi. Hozir xonga nasihat qilganning hech bir foydasi yo'q. Yaxshisi biz muqamning el ishiga tarab ketishini to'sishimiz lozimdir. Agar heliqi Ömer degan sozanda bo'lmay, o'tinchining qizili bo'lsa-ti, ish o'ng'ay bo'ladi. Onu günaydın xali qığını bo'lmasa, xo'sh, buni taqdiriy qismatdan ko'mak lozimdir. Amanniso xon yaqindan beri tavlari yo'qdek qiladi. Hamisha g'amkin ko'rinadi. Ustozim, anglimikin ba'zilar muqamni retlash ish boshlangandan buyon xonimiz puhrolar orasiga masjidga oz boradigan bo'lib qoldi. Ro'za Ramazonda ro'za tutmaydiganlar ko'payib ketdi deyishyotidi. Qizim, bundoq ishni basatlarga quloq solmaslar. Muqamni yig'ib ratlash ishi intayin murakkab. Xon oliylari sizlarga ko'ynib kelyotidi. Shunga o'zlarining salomatliklarini asrasizlar. Dadam tenha qoldi. Al kuni qandaqkin. Bu ishlarni ko'p o'ylab ketmaslar. Mahmud akam xushchaqchaq odam. Hargizmi g'iribsinib qolmaydi. Tasalli berganlarga rahmat, ustoz.
Hoca Muhammed İşan Hazretleri geldi. İşan Hazretleri geldi. Amin. Amin. Allah tellerini aman, devletlerini ziyadı kılgay. Allahu Ekber. Rahmet. Oltirayli. Xan alileri, özlerine ma'lum qiladigan muhim ish botdi. Ey Sıla. Ulug' xan alileri, xabarlari bormikin? Xandonligimiz tavalligidik fuqarolarning dod faryodi kun sari kuchaymoqda. Faqir ixlosmand sodiq murd bo'lganligim uchun ularning dod faryodiga parvo qilmay turolmadim. Xan alileri. Bazı adamlar şeriat nizamlarını ayak astı kılavatıdı. Kimler? Hürmetlik alileri. Sazende Ömer'nin mukammeretleş teşebbüsü inşallarımızın dini nizamına muhalif iş. Hürmetli xan alileri. Faqir şeriat nizamlarını qoğdaşqı mas'ul. Bu işte alilerden ranjayotgan yerimiz yok. Fakat Ömer'nin şeriat nizamlarına xilaf işlerdilla qattiq norozi bo'lyapmiz. Sizlarning Ömer ustozning o'ltirilganligidan xabaringlar bormi yo'q? Hürmetli xan alileri, Sazende Ömer'nin ölümüden bizmi qattiq qayg'uryapmiz. Merhumning yatqa yeri cennet bo'lg'ay. Yani deydigan başka gaplar bormi? Dana alileri, hozir fuqarolarning dod faryodi palak etib pug'on chekishmoqda. Faqir Mansurning to'polon ko'tirishini mush ishga munosabatlikmikin deb qarayman. Ularning to'plag'ini o'zim tinjitaman. Sizlarga ijozat. Malikam, Ömer ustozning ishini hozir tilga olmay turayli. Mansur to'polon ko'tardi. Ba'zilar to'polondan foydalanib qasddan chatoq chiqaryotdi. Men to'polonni tinjitib, o'rniga qaytib kelguncha muqomni yig'ib ratlash ishini vaqtincha to'xtatib turing. Alileri, kechirsizlar. Ömer ustozning ölümü hem muqammiratlash ishining to'polon bilan ne munosabati borligini bilolmayapman. Bu ish sal murakkab. Keyin bir narsa deyishamiz.
Aman Nisaxon. Siz meni do'st bilan dushmanni ayrimidi deb ayblayapsiz qandaq? Bo'ldi. Bu qatimqi to'polonni qandaq tinchitishda ko'nglimda son bor. Qararimga hurmat qilgaysiz. Adolat iniganam o'rniga kelib sizga hamroh bo'ladi. O'zingizni ko'proq asrang. Ömer ustozning ishini hozircha tilga olmay turay. Qararimga hurmat qilgaysiz. Allahu akbar. Mübarek olsun. Bu hepimiz onlar vakit geldi. Allah'ım oğlu. Hayırlar çok olgan niyet oldu. Ayemlerin mübarek olsun Hanış Ali'li. Ayemlerin mübarek olsun. Hanış Ali'leri. Ayemlerin mübarek olsun. Rahmet. Aman sakın edin. Şunu deyme. Aman sahinim, bugün ecep kemmek var derken, şunu deyme. Belkim o Muqam bayramını ötküzüşünü kütüp olsağandı. Rastila. Necəzdir, özgürüp kalıvatam da. Orun tutup yetip qağallardan xan aliler xəbər tapsa, qattiq ənsirəp getidu. Xan alileri uzundu qaytip kelidu.
Sana derdimge derman bulup esledim sultanımni ah urup hasret çekip Mukam üçün ötküzdüm keçilerni uykusuz ah nefisi Xan alilərdən kildiğən vaxt top qaldı. To'xtanglar. Bizni kirgizib o'ting. Biz Malika Amannisoxonni yo'qlab kelgan to'q. Biz kichigimizda birga o'ynab cho'ng o'g'an. Bizni kirgizib o'ting. Yo'q. Yodikor xonishning farmoni bor. Har qanday odamning kirishiga qat'iy bo'lmaydi. Meni chaqiryapti. Amannisoxon! Badamxonning ovozi. Chapsan ular boshlab kirsizlar. Qizim, qo'zg'almay yeting. Men chiqib qarab boqay, ha? To'g'ri vaqirashmay, bu yerdan tez ketinglar. Ular Malikamning tuqqanlari, kirgizib o'tinglar. Ular belidagi qorliqni yeshib etsin, ondan kirgizib etaman. Yo'q, o'lib ketgan qarindishimizga qorliq tutsak bo'lmamdi ekan. Shundoq. Belinglardigini yeshib o'tinglar bolalarim. Bo'lmasa, orda kiramaysizlar. Badamxon. Yenimga kelinglar. Amannisoxon. 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 Badamxon. Rahmat. Meni yo'qlab kelganinglarga tashakkur. Sizlarni Xo'ymi sevindim. Badamxon. Nemishga yig'laysizlar? Rahmat. Nemishga yig'laysizlar? Biz kichkamiz. Dadam tinchlikmi?
Mahmudxon Mahmud tog'am qazo topdi. Amansaxon. Amansaxon, qizim. Vazir, sizlarning fikrlarini anglab baxmoqchiman. Xonish oliylari. Malik xonim kichikdilla dadasiga vafodor cho'ng bo'lgan ekan. Shunga u yo'rtiq berib dadasining tuproq qo'shini yo'qlab kelsinmikin. Eshon hazratlari, o'zlar nima deylikin? Hürmetli xonish oliylari, faqirning qarashicha janobi xon oliylari hozir o'rdida yo'q. Uning ustiga bu oddiy ish emas. Shunga yanami obdaroq o'yinib baqsaq bo'larmikin? Xonish oliylari, hozir Malik xonimning kesili ehir. Biz Malik xonimning salomatligini asirishimiz lozim. Şoňa musobat işini dep uni yurtiga yo'lga silish hech qaysimizning haddi emas. Bo'ladi emsa. Qarliq tutib kelgan. Ikki sahroliq o'rdadan qo'g'lab chiqarilsin. Amansaxon. Amansaxon. Badamxon, qaytib ketinglar. Mendan g'am qilmanglar. Ularni o'zitib qo'ysizlar. Ularni o'zitib qo'ysizlar. Amansaxon. Amansaxon. Badamxon, qaytib berib. Dadamning tuproq beshig'i chiqib. Mening o'rnimda xatmi Qur'on qilib qo'yinglar. Xatmi Qur'on. Ma'qul, Amansaxon, ma'qul. Uxtam. Kızım, men bolla. Dadam!
Kızım, sizlarga men o'qib berayman. Xan aliylari hozir nerdadir? Qaytamla, xo'sh emsa. Dada, siz hozir qayerda? Ömer ustoz, muqam. Kızım, bo'ldi o'ylanmaslar. Muqamlarımı rətlinib bo'ldi-ku. Yo'q, tehi rətlenib bo'lmadi. Bo'ldi qizim. Ortiq xiyol qilmay, xotirjam demaslar. Ana. Kızım. Men hozir muqamning rətlenib bo'lganligini ko'rdim. Satani əbəslər başdan axırgıcı bir çalay. Kızım, onu çelişler üçün bir keç gündüz ketidi. Hazır ondan demasla. Saqayğandı çalala. Yo'q. Yo'q. Muqam rətlenib bo'ldi. Men anladım.
Bo'ldi sham manga hamroh. Dardimga bo'lib hamdam. Ketdi mehribon dadam o dunyoga mendan avval ham. Dadam uchun o'tkazdi. Kechalarni uyqusiz. Muqomni deb hasrat chekdim. Dardimni yutib. Ah, nefis oldu kıl kaygırmadı. Kutqazgılı pervanenin sultanım kellar. Amin. Amin. Yatkan yeriniz cennet olsun. Muham sizge ben göğer boğay.